qushlar orasidagi eng ziyrak va shu bilan birga eng makkor qush ekan. Bunga sabab qarg'aning miyasi boshqa qushlar miyasiga nisbatan kattaroq hajmga ega ekanligidir. Soha mutaxassislarining aytishicha, boshqa qushlardan farqli o'laroq qarg'alar oilasida o'ziga xos sud mahkama jarayoni bor ekan. Bu mahkamada oila va jamoa nizomiga bo'ysunmagan axloqsiz qarg'a sud qilinadi. Qizig'i shundaki, bu sud Allohning marhamati bilan adolat asosida olib boriladi. Qarg'alar jamoasida har bir jinoyat uchun muayyan jazo belgilangan. Masalan, biror qarg'aning yosh polaponi og'zidagi luqmasini tortib olgan qarg'aga sud tomonidan o'sha qarg'a to ucholmaydigan bo'lib qolgunicha bitta qo'ymay patlarini yulish jazosi tayinlanadi. Jabrlangan tomon jinoyatchi qarg'aning patlarini shu qadar yulib tashlashadiki, natijada jinoyatchining o'zi ham haligi polapon kabi ucholmaydigan zaif bo'lib qoladi. Qarg'alar inini zolimlarcha egallab olgan yoki uni buzgan qarg'aga adolatli sud tomonidan jabrlangan qarg'a uchun yangi in qurib berish vazifasi yuklatiladi. Boshqa qarg'aning urg'ochisiga tajovuz qilgan, tegajog'lik qilgan qarg'a o'limga mahkum etiladi. Urg'ochi qarg'aning qarindoshlari jinoyatchi qarg'ani tumshuqlari bilan to o'lgunicha urib cho'qishadi. Qarg'alar mahkamasi odatda birorta ekinzor dalada yoki kengroq maydonda olib boriladi. Avvaliga mahkama hay'ati a'zolari belgilangan joyga kelishadi va shundan keyin ayblanuvchi qarg'a qo'riqchilar hamrohligida va qattiq nazorat ostida maydonga keltiriladi. Sud boshlanganda aybdor qarg'a boshini quyi solib, qanotlarini tushirib, aybini tan olgani uchun qag'illamay jim turadi. Agar mahkama tomonidan jinoyatchi qarg'aga o'lim jazosi tayinlansa, hamma qarg'alar uni o'tkir tumshuqlari bilan cho'qib, urib o'ldirishadi. O'lgandan keyin qarg'alardan biri uni ko'mish uchun jasadi bemalol sig'adigan qilib chuqur qaziydi. Keyin hammalari birlashib jasadni ehtiyotkorlik bilan qabrga tortishadi. So'ng uni hurmat qilgandek tuproqni ham ustiga asta-sekin tortishadi. Shunday qilib inson bolasi ko'pincha joriy qila olmaydigan ilohiy adolatni ular qoyillatib o'rniga qo'yishadi. Bundan tashqari olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, boshqa qushlar orasida faqatgina qarg'alar qabr kavlab o'lganlarini yerga ko'mishar ekan. Mana nima uchun Alloh taolo insonga dafn qilishni o'rgatishi uchun qarg'ani yuborganini bilib ham oldik. Ha azizlar, Robbimiz hakim zot. U hech bir ishni behikmat qilmaydi. Qur'oni Karimning bu kabi yangi mo'jizalari qiyomatga qadar to'xtovsiz ravishda chiqaveradi. Shunday ekan, mo'jizalarga boy, aqllarini shoshiruvchi bu kitobni qo'ldan qo'ymay o'qiylik. Imkonimiz boricha o'qiganlarimizga amal qilaylik. Ana shunda ikki dunyo saodatiga erishamiz, inshaalloh.